Assalomu alaykum qizlar. Ma'muriy yuz boqish texnikasida nimalardan foydalanganimiz haqida obzor qilib o'taman. Birinchi navbatda yuzimizni mana shu bilan toza oldik. Keyin baza yoki primer surib olamiz. Mana bu ham baza ham primer xususiyatiga ega. Ikki xil ishni bajaradi. Bitta shuni sursak, boshqa narsa surish shart emas. Bu ham poralarni yopib beruvchi xususiyatiga ega. Bu kimda kim bo'lmasa, mana bu Gabrindan, mana bu primer ham baza juda ham zo'r yopib beradi. Buni shishacha idishligi bor. Mana bu oq rangi ham bor. Mana bunaqasi. Bu originali qizlar. Shishacha idishligi ham zo'r, bu ham zo'r. Agar kimda kim boshqa primer baza bo'lmasa, budjetli variant. Mana bu shu ham olsa shunaqa chiroyli yuzni yumshoq qilib beradi. Xo'p, baza primer surganimizdan keyin ikki anaqani birinchi mana bu konsiler yashil art vizajdan. Bu muammolarni yopuvchi konsiler bu. Faqat muammolarni yopishda ishlatiladi. Mana art vizajda yashilcha salat rangi. Bunda yopganimizdan keyin mana bu Fit Me'dan foydalanib ko'rsatdim. 20 raqamlisi to'qroq rangi. Kimda bo'lmasa mana bu konsilerdan foydalanishlaringiz mumkin. Mana bu to'qroq rangidan foydalanishlaringiz mumkin. Bu ham hamyon bu budjetli. Keyin ikki tonalkani mix qilamiz. Mana bergamo suyuq tonalka, mana bu art vizajdan o'tsa ham, bu ham suyuq tonalka, ikkovini mix qilib ishlatdik. Kim xohlasa mana bu yerda o'zini sursa ham bo'ladi. Yana bitta Dermacol degan tonalka bor. O'sha o'zi menga yo'q degan. Bo'lmasa o'shani ham ko'rsatardim. O'sha bilan ham ishlasalaringiz bo'ladi. Dermacol tonalkasini hamma bilsa kerak. Xo'p, o'shani mana bu gubkamizni namlab olganimizdan keyin bu kollagen fiksatoridan sepib, yuzga sepmaymiz. Gubkada bilan ishlaymiz. Uni kichkina gubka, katta gubka bilan. Keyin pudradan art vizaj pudrasini qotirib olamiz. Одноразовый gubkada qotirib olamiz qizlar. Mana bunaqa shpatel bilan ishladik. Bu mana shu shpatel bilan sursalaringiz anaqada nima deydi, juda ham kam suriladi-da yuzga. Normalniy surib beradi. Xullas, mana shu darsda ishlatilgan narsalarimiz obzori mana shulardan iborat.